Bolajonim, qayering og'riyotgan bo'lsa, e'tibor bergin. Tanang seni ogohlantiryapti, signal beryapti. O'ng qovurg'a ostidagi og'riq bu jigar emas, bu o't tufagi. Jigarda og'riq sezuvchi nervlar yo'q, jigar osilishi mumkin. Chap qovurg'a ostidagi og'riq bu oshqozon osti bezi muammosi, pankreatit ehtimoli. Qorin markazidagi og'riq oshqozon yara kasalligi, yazva bo'lishi mumkin. Gastrit esa og'riq bermaydi. Kindikdan pastdagi og'riq bu siydik tufagi bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. O'ng pastki qorindagi og'riq bu appenditsit bo'lish ehtimoli bor. Chap pastki qorindagi og'riq bu ko'pincha qabziyat sababli. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bolajonim, yo'riqchani bosib, obuna bo'lib qo'ysang, keyingi videolarni ham ko'rib turasan. Yordam kerak bo'lsa, kommentariyaga yordam so'zini yozib, menga bemalol bog'lanishing mumkin. Nomerimni yozib qo'ydim. Ilohim umring uzoq, rizqing butun bo'lsin. Hech qanaqa og'riqlar seni bezovta qilmasin bolajonim.